Barchamiz yaxshi niyat bilan albatta haydovchilik maktablarini o'qib bitiryapmiz. Yaxshi kunlarda haydovchilik imtihonlarini a'lo natijalarga topshirib, yaxshi natijalar ko'rsatib, haydovchilik guvohnomasini olish nasib qilsin. Assalomu alaykum, sizlar bilan Abbosxon TV, hurmatli obunachi va kuzatuvchilarim. Bugun shablonlardan kelib 9-shablonga harakat qilamiz. Izohlar berib o'tishga kuzatib boring, obuna bo'lishni unutmang. Xo'p, savollarni o'qib, javoblar bilan izohlarini o'qib beraman. Qaysi transport vositalariga ko'rsatilgan yo'nalishlar bo'yicha harakatlanishga ruxsat beriladi? E'tibor beramiz. Javoblarni o'qiymiz. Javobi to'g'ri javob tramvay va avtomobil haydovchisiga ruxsat beriladi. Yo'l harakati qoidalari 7-bobi 37-bandiga asosan yo'naltirgich ko'rinishidagi qizil, sariq va yashil rangli svetofor ishorasi ham doira shaklida svetofor ishoralari bilan bir xil ma'noga ega bo'ladi. Ular faqat ko'rsatilgan yo'nalishlarga ta'sir etadi. Agar tegishli yo'l belgisi qayrilib olish taqiqlanmagan bo'lsa, chapga burilishga ruxsat beruvchi yo'naltirgich qayrilib olishga ham ruxsat beradi. Qo'shimcha tarmoqdagi yashil yo'naltirgich ham xuddi shu ma'noni bildiradi. Qo'shimcha tarmog'idagi ishora o'chirilgan bo'lsa, shu tarmoq tartibga solayotgan yo'nalishda harakatlanish taqiqlanganligini bildiradi. Javobimiz tramvay va avtomobil haydovchisiga. Keyingi savolni o'qib eshitiraman. Avtomobillarga qaysi yo'nalishda harakatlanishga ruxsat beriladi? Javobimiz: qizil avtomobilga to'g'riga, ko'kka, chapga. Yo'l harakati qoidalari 10-bob 67-bandining 3-xatboshisiga asosan biroq bir yo'nalishdagi 3 va undan ortiq bo'lakli har qanday yo'l chetki chap bo'lakni harakat serqatnovligi sababli boshqa bo'laklar band bo'lgan hollarda, shuningdek quvib o'tish, chapga burilish yoki qayrilib olish ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillariga esa faqat chapga burilish yoki qayrilib olish uchun egallashga ruxsat etiladi. Javobimiz qizil avtomobilga to'g'riga, ko'kka, chapga. 3-savol. Ushbu holatda quvib o'tishga ruxsat etiladimi? Javobimiz: taqiqlanadi. Yo'l harakati qoidalari 2-ilovasi 1-bo'limining 3-xatboshiga asosan bir qarama-qarshi yo'nalishlarda harakatlanayotgan transport oqimlari ajratadi. Yo'lning xavfli joylariga harakatlanish belgilari bo'lagi chegarasini bildiradi. Yo'lning kirish taqiqlangan qismi chegarasini belgilaydi. Transport vositalarining to'xtab turish joyi chegarasini hamda avtomagistral qatoriga kiritilmagan yo'lning qatnov qismi chegarasini bildiradi. Yo'l harakati qoidalari 2-ilovasi 1-bo'limining 34-xatboshiga asosan 1 va 1 chiziqlari bosib o'tish taqiqlanadi. Qatnov qismining chetini bildirish uchun qo'llanilgan 1 chizig'i bundan mustasno. E'tibor berib qo'yamiz. Javobimiz taqiqlanadi. 4-savol. Ushbu svetofor qaysi harakatlanish tartibiga solish uchun qo'llaniladi? Javobimiz: qatnov qismini harakatlanish yo'nalishi qarama-qarshi tomonga o'zgartirish bo'laklari bo'yicha qo'llaniladi. Yo'l harakati qoidalari 7-bob 35-bandiga asosan qatnov qismida harakatlanish yo'nalishi qarama-qarshi tomonga o'zgarishi mumkin bo'lgan tasmalarida transport vositalarining harakatlanish tartibiga solish uchun X-simon qizil ishorali va pastga yo'naltirilgan ko'rsatkich ko'rinishidagi yashil ishorali reversiv svetoforlar qo'llaniladi va ishoralar qaysi tasma ustiga o'rnatilgan bo'lsa, unda harakatlanishni taqiqlaydi yoki harakatlanishiga ruxsat beradi. 2 tomoni 1.9 yo'l chizig'i bilan belgilangan tasma ustiga o'rnatilgan va ishoralari o'chirilgan reversiv svetofor shu tasmaga kirishni taqiqlaydi. Mana 1.9 ko'rsatma ko'prik chizig'i. Xo'p. Javobimiz qatnov qismidagi harakatlanish yo'nalishiga qarama-qarshi tomonga o'zgaradigan bo'laklar bo'yicha javobimiz to'g'ri. 5-savol. E'tibor beramiz belgilarga. Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda o'tadilar. Qaysi tartibda o'tadilar?
Javobimiz tramvay qizil, yashil, ko'k avtomobil. Yo'l harakati qoidalari 16-bobi 104-bandiga asosan teng ahamiyatga ega bo'lmagan yo'llarda kesishgan chorrahalarda ikkinchi darajali yo'ldan harakatlanayotgan transport vositaning haydovchisi asosiy yo'lda yaqinlashayotgan transport vositalariga ularning keyingi harakatlanish yo'nalishidan qat'iy nazar yo'l berish kerak. Bunday chorrahalarda tramvay harakatlanish yo'nalishida qat'iy nazar teng ahamiyatli yo'lda bir yo'nalishda yoki qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanayotgan relsiz transport vositalariga nisbatan imtiyozga ega. Yo'l harakati qoidalari 16-bobi 105-bandiga asosan asosiy yo'lning yo'nalishi chorraha o'zgarganda asosiy yo'lda harakatlanayotgan haydovchi o'zaro teng ahamiyatli yo'llar chorrahasidan o'tish qoidasiga amal qilishlari kerak. Ikkinchi darajali yo'llarda harakatlanayotgan haydovchilar ham o'zaro shu qoidaga amal qilishlari kerak. Demak, javobimiz tramvay qizil, yashil va ko'k avtomobil. 6-savol. Oldin ham tushgandi bu savol. Xo'p, ko'rsatilgan avtoshestrinalardan qaysi biri burilish ag'darilib ketish xavfli kamroq turg'unroq? Xo'p, javobimiz suyuqlik bilan to'liq to'ldirilgan. Izoh: yuk avtomobilining muvozanati yo'qolishiga mahkamlanmagan yuk sababi bo'ladi. Burilishdagi harakat vaqtida mahkamlanmagan yuk platformasidan ko'chib, bortlariga urilish va avtomobilning ag'darilishiga sabab bo'lishi mumkin. O'xshash holat suyuq yuk ortgan sesternali avtomobillar harakatlanishida ham yuzaga keladi. Suyuq yuk ortgan avtomobillarning burilishida harakatlanishi jarayonida yukni biror bortdan ikkinchi bortga ko'chishini yuzaga keladi. Suyuq yuk tebranib, bortlariga urilish natijasida avtomobilning muvozanatini yo'qolishiga olib keladi. Javobimiz suyuqlik bilan to'liq to'ldirilgan. Xo'p. 7-savol. Shunday yo'l belgisi bo'lgan yo'l qismlari ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillariga qanday eng katta tezlik bilan harakat qilishga ruxsat etiladi? Javobimiz 100 km/soat tezlikda. Izoh: yo'l harakati qoidalari 11-bobi 79-bandining 1-xatboshiga asosan aholi punktlarida tashqarida yengil avtomobillarga va ruxsat etilgan to'la vazni 3,5 tonnadan oshmaydigan yuk avtomobillariga tezlikni soatiga 100 km dan oshirmaslik harakatlanishga ruxsat etiladi. Javobimiz 100 km/soat. 8-savolimiz. To'xtatilgan transport vositasi bilan yotiq sidirg'a chizig'i orasida masofa qancha bo'lgan to'xtash taqiqlanadi? 2,5. Javobimiz yo'l harakati qoidalari 13-bobi 91-bandining 4-xatboshiga asosan quyidagi joy va holatlarda to'xtash taqiqlanadi. To'xtagan transport vositalari bilan sidirg'a chiziq qatnov qismining chetida belgilovchi chiziqdan tashqari ajratuvchi bo'lak yoki qatnov qismining qarama-qarshi cheti orasidagi masofa 3 metrdan kam bo'lgan joylarda. Javobimiz 2,5. Hurmatli kuzatuvchi va obunachilarim, barchalarga bu videoroliklarimiz manfaatli bo'layotgan bo'lsa, foydasi tegayotgan bo'lsa, biz demak natijalarimizga erishyapmiz. Sog' bo'linglar, kuzatib boringlar, obuna bo'lishni unutmanglar. Rahmat barchalarga. Xudo xohlasa, imtihon markazlarida ko'rishguncha deb qolaman.